Assalomu alaykum, Biznes TV kanalimizda ashaddiy obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugun 12-mart 2025-yil haftaning chorshanba kunida sizlar uchun mini asarti apparatlarni ko'rsatib beramiz. Har bittasi ana ko'rib turganlaringdek bitgan tayyor egalariga jo'natishga, xudo xolasa bunisi ko'mir briket rushnoy holatdagisi, bunisi esa g'ishti. O'sha ikkita standartdagisini rushnoy holatdagisi, bunisi esa shu rushnoyda blok razmerdagisi, ya'ni 38 ga 18, 10 podyomi necha kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Xo'p, bunisi esa gidrosilindrli. Xo'p, mana ikkitadan chiqaradi, silindrlari, hamma detallari qo'yilyapti. Endi ozgina qoldi o'sha motorlarni stanovka qilishga, ham benzinda, ham solarkada, ham gazda, hamda tokda ishlatsa bo'ladigan varianti, ya'ni 380 da tokda ishlatsangiz. Xo'p, bu ham standart razmerda. Buni blok kimga qanaqasi kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Xo'p, ahamiyat berasizlar, videoyimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan ko'rsatilyapti. Kimgadir mana shunaqa yoki bunaqa apparatlar kerak bo'lsa, mana bu ekranda turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Qani unda biz boshladik, hammasini bittadan ishlashini tomosha qilamiz. Qani unda biz boshladik. Video davomida qisqacha obzorni qilib, ma'lumotlarni berib o'tiramiz. Hozir ko'mir briketimizda ishlashini sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Xo'p, preslanish jarayoni do'stlar. Buni bemalol bitta odam bir joyga mahkamlab olib ishlatsa bo'laveradi. Bir kunda 1 tonnani bemalol bitta odam spokойно chiqarsa bo'ladi uy sharoitida ham. Xo'p, buni hokasini masalan 400 so'm olib, bemalol buni 900 so'm, 800 so'm, 1000 so'm sotsa bo'ladi briketlarini do'stlar. Xo'p, ana briketlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganlaringiz o'rtasida 5 ta teshigi bor. Kimgadir shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, ekran tagida nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi bunisini ishlashini bitta tomosha qilamiz sizlar bilan. Xo'p. Buni ham o'sha bitta odam yoki ikkita odam ishlatsa bo'laveradi. Bir kunda 1000 tadan eng kami ko'p 2000 tagacha chiqaradi. Buni qo'lda ham quyib qo'raman deydi. To'g'ri, qo'lda ham quyib qo'radi, lekin bunaqa presi bo'lmaydi qo'ldagidaqa. Xo'p, ham bunda turpoqda mana shu holatda bo'lsa bo'ldi. Turpoqimiz hozir juda zo'r emas. Xo'p, endi preslanish jarayonini birgalikda tomosha qilamiz do'stlar. Buni ham mana do'stlar, hozir bu g'ishimiz razmeri 25-12, podyomi esa 9. Kimgadir shunaqasidan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qilib beriladi zakazga. Xo'p, endi mana shuni bunisini ko'ramiz, ya'ni o'sha 38-18, podyomi 10. Kimgadir bundan kerak bo'lsa ham aloqaga chiqasizlar do'stlar. Xo'p, arzon narxda har bitta materiallarini yangi, qalin listlardan, purtlardan ishlatib qilib beriladi. Mana o'zlaring ahamiyat berishlaring mumkin. Ana shu listlari qalin, birlik, hammasi mana bular ham purt bo'ladi, to'la, balbashka bo'ladi. Xo'p. Buni mana to'ldirilyapti mana holatda. Mana shu holatda to'ldirildi, mana yopilaveradi. Endi qopqog'ini yopib ko'rib turganlaringdek do'stlar, mana bisini sopini sop, dastasini, ya'ni bu tarafdan ilmakdan chiqarib, xo'p, prislanadi bu ham. O'sha ko'rib turganlaringdek bitta odam buni faqat mana mayda teshiklari bor, ana shundan mahkamlanadi yerga. Keyin mana shunaqa silkinmaydi, bemalol bosganda chiqaveradi. Hop, mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek o'sha razmeri 18, 38, podyomi esa 10. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek briketni ham chiqardik, standart g'ishdan ham chiqarib ko'rsatdik, hamda blok razmerdagi g'ishimizni ham chiqishini ko'rdik. Endi bunisini ko'rsatganmiz, juda ko'p videolarimizda ko'rmaganlar bo'lsa o'tib ko'rishlari mumkin. Buni hozir
Danli moment tayyor emas. Xudo xolasa buni ham ishlashini yana imkon qadar sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi buni xoh tokli bo'lsin, xoh benzinli, xoh solarishli bo'lsin, kimga qanaqasidan kerak bo'lsa qilib beriladi. Dastavkalar O'zbekiston 12 ta viloyatga qilib beriladi, hamda qo'shni davlatdan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'ylab ham yetkazib beriladi har bitta apparatimiz. Xo'p, narxi joyida so'mga 22 million so'm, do'stlar, ahamiyat berasizlar. Xo'p, ro'za Ramazon oyida albatta kim mana shu mart ichi kelsa, har bitta apparatimizni aksiya qilib kelishtirib beramiz. Ramazon oyida xudo xolasa, do'stlar. Xo'p, endi bunisiga kelsak, bunisi ya'ni bittalik, xoh bu ikkitalik, farqi yo'q. Bittalik bo'lsa ham, ikkitalik bo'lsa ham narxi bitta, farqi yo'q narxida. Joyida 4 million berganmiz. Sizlar uchun mana shu Ramazon oyida do'stlar joyida 3,5 million bo'lishi qilib berilaveradi, xudo xolasa. Bunisi ham shu, ya'ni briket apparatimiz ham shu narx qilib beriladi, do'stlar. Kimgadir kerak bo'lsa, bunisidan ham qilib berilaveradi. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek har xil apparatlarimiz bor, ya'ni bundan ham bor yoki bu o'sha gibrid apparatimiz tayyor bo'lyapti. Ham tokka, ham salarkaga, ham traktorga ishlatsa bo'ladigan. Bundan ham kerak desalaring, zakaz asosida tayyorlab beriladi, qilib beriladi. Xo'p, bunisi esa mana do'stlar, gigant, ya'ni quruq turpoqqa 100% ishlaydigan avtomat reskasi, bu yerlari lentali, operatorimiz joylari, operatorning joylari ham bor. Ko'rib turganlaringdek. Xo'p, apparatlarimizni turidan bor, mana ko'rib turganlaringdek, hammasi sekin-asta birma-ketin bityapti. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, zakaz qilsalaring qilib berilaveradi. Har bitta detali yangi i garantiya beriladi 1 sezon har bitta apparatimizga. Xo'p, ko'rib turibsizlar, mana bu tarafda ham bityapti qoliplari va yana bu tarafda g'ish apparatlar bityapti, mana do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun kimgadir kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Ha, yana do'stlar, juda ko'p do'stlarimiz yozishadi, kreditga qanaqa, kreditga olsa bo'ladimi deydi. Kreditga olish uchun faqat mahalla hokim yordamchisi orqali olsangiz bo'ladi, do'stlar. Xohlagan apparatingizni olsangiz bo'ladi, faqat o'sha mahalla hokim yordamchisi orqali. Mana ekranda turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir qanaqadir apparatlar kerak bo'lsa, xizmatlaringdamiz. Manzilimiz o'sha Qo'qon shahar. Xizmatlaringdamiz, do'stlar. To'liq ma'lumot berishga imkon qadar harakat qilamiz. Yana kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Albatta javob beramiz. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.